Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Bugungi kunda tumanimizni 153 mingdan oshiqroq aholisiga tuman tibbiyot birlashmasi tizimidagi bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, hududlarimizdagi 6 ta oilaviy poliklinikalarimiz, 10 ta oilaviy shifokorlik punktlarimiz hamda bitta 225 shifo o'rniga ega bo'lgan markaziy kasalxona tomonidan birlamchi hamda ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Birlamchi tibbiy xizmat yo'nalishi bo'yicha yil boshida aholimizni alohida tuzilgan reja asosida 9 ta yo'nalishda skrining tekshiruvlari reja asosida bajarib kelinmoqda. Asosiy o'sha skrining tekshiruv usullarimizdan 40 yoshdan oshgan aholimizni yuqumsiz kasalliklar, ya'ni yurak qon tomir hamda endokrin yo'nalishdagi kasalliklar bo'yicha to'liq skrining tekshiruvlari bilan qamrab, aniqlangan kasalliklar bo'yicha individual dispanser nazoratiga olgan holda sog'lomlashtirish rejalari tuzilib, davo choralari olib borilmoqda. Ixtisoslashgan tibbiy xizmat yo'nalishi bo'yicha tumanimizda 3 ta tumanlararo markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan va hozirda tunu kun uzluksiz faoliyat ko'rsatmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida 4,5 mingdan oshiqroq aholiga statsionar sharoitda yordam ko'rsatilgan. Bundan tashqari onalik bolalik yo'nalishimiz bo'yicha 34 mingdan oshiqroq fertil yoshdagi ayolimiz reja asosida tibbiy ko'riklardan o'tkazilib kelinmoqda hamda 3,5 mingdan oshiqroq homilador ayollarimiz hammasi nazoratga olingan bo'lib, bularni ham alohida o'sha mutaxassis ko'ruvlari hamda tegishli tibbiy ko'riklar bilan reja grafik asosida o'tkazilib kelinmoqda. Onalik bolalik yo'nalishimizda ko'p tarmoqli markaziy poliklinikamizda mana shu bachadon bo'yni saratoni hamda ko'krak bezi saratonini erta aniqlash maqsadida skrining oylik reja asosida davom ettirmoqda. Shu bilan birga mana shu tumanimizda 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan ayollarimizni ko'krak bezi saratoni hamda 35-55 yoshda bo'lgan ayollarimizni bachadon bo'yni saratoni kasalligini erta aniqlash maqsadida mana shu ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga murojaat qilishlarini so'rab qolaman. Qurilish ta'mirlash ishlari yo'nalishi bo'yicha 5 ta obyektimizda qurilish ta'mirlash ishlari boshlangan. Jumladan 3 ta obyektimiz jami 4,1 milliard mablag' evaziga, 2 ta obyektimizda qo'shimcha bino qurish hamda bitta obyektimizda to'liq yangidan qurish ishlari deyarli 70-80% ga bugunda bajarilgan. Islom taraqqiyot banki yo'nalishi orqali Vazirlar Mahkamasining 300-sonli qarori asosida yana bitta muassasamizda to'liq kapital ta'mirlanish hamda bitta muassasamizda to'liq yangidan qurish loyiha smetalari tayyor bo'lib, hozirda qurilish ishlari boshlanish arafasida. Tuman aholisiga statsionar hamda ixtisoslashgan tibbiy xizmat ko'rsatilishi yil davomida reja grafik asosida davom ettiriladi.